Gollandiya Olimpik Komiteti va Gollandiya Tantarbiya birlashmasi 2022 yillik Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashadigan barliq tanarkatchilarni aqli iqtidorli telefon va xotir kompyuter ilib bormaslik haqida ogohlantirgan. Egilanishicha, tanarkatchilarga sayohat jarayonida ishlatish uchun boshqa telefon va kompyuter berilgan. Gollandiya Olimpik Komitetining amaldori Maurits Henrik bu bir normal ahvol. Biz Xitoydagi bexatarlik sharoiti, siyosiy muhiti va tor bexatarligi ahvolini yaqindan kuzatamiz degan. Xabarlarda aytilishicha, Xitoyga borgan diplomatlar Gollandiyaga qaytgandan keyin bexatarlik sababli telefonlari bekor qilingan. Qozog'iston Ichki ishlar ministrligi zo'ravonlikqa aylangan namoyishlarga qarshi elib berilgan harakatda qo'lga ilinganlarning soliq ma'lumotlarini yangiladi. Buningga asosan 11 yanvargacha soqchilar davlat miqyosida 9900 odamni qo'lga olgan. Yana bir tarafdan Qozog'iston prezidentligining rasmiy to'r bekiti Oq O'rdaning bayonotiga qaraganda, Prezident To'qayev Qozog'istonda Alixon Ismoilovning boshchiligida yangi hukumat qurish to'g'risidagi farmonga imzo qo'ygan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bexatarlik kengashi bilan davlat chegarasidagi bexatarlik vaziyatini muzokara qildi. Egilanishicha, Putin Rossiya bexatarlik kengashining a'zolari bilan ko'rishgan bo'lib, bu yig'inning muxbirlarga ochiq qismida so'z qilib, o'zlarining Rossiyaning chegara rayonlaridagi xizmatlarni tashkillashga munosabatlik masalalarni muzokara qiladiganligini aytgan. Xitoyda Tianjin shahrida tunji bo'lib omikron varianti bilan yuqumlanuvchilar bayqalgandan keyin bu qitim yerlik manbalik yuqumlanuvchilarning o'tir qismidagi Xanan o'lkasiga tarqalganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, yuqum zanjiri Tianjindan Xanan o'lkasining Anyang shahriga kelgan bir universitet o'quvchisiga tutishdi ekan. Doirlar 5.500.000 nufusi bo'lgan Anyang shahrini karantin qilganligini e'lon qildi. Marsning geologiyalik tuzilishi, yashashchanligi, ilgari hayotlik bor yo'qligi va biologiyalik izlarni tadqiq qilish uchun qo'yib berilgan tez pukmas nomli olam kemisida ko'shilib ko'rilgan. Xabar qilinishicha, tez pukmasning haydash bo'ligida shag'il toshlar yig'ilib qolganligi uchun Amerika olam qatnashi idorasining injenerlari Mars tosh avrishkisini qiyizish va yig'ish iqtidorini vaqtincha to'xtatgan. NASA bu xil ahvolga tunji qitim duch kelgan bu mashinaning qisqa vaqt ichida vazifasini asliga keltirganligini e'lon qildi. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman Rossiya tashqi ishlar ministri bilan o'tkazgan Ukraina masalasiga aloqador uchrashish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Sherman taxminan 8 soat davomlashgan yig'indan keyin matbuotlarga qilgan so'zida Ukraina masalasida hech qanday ilgirlash bo'lmaganligini aytdi. Turkiya Kelajak partiyasining rahbari Ahmet Davutoğlu Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi sababidan Turkiya hukumatini 2-oyda Beijingda o'tkazilgan 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilishga chaqirdi. Xitoyga hay'at avatishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan Davutoğlu Erdo'g'anning ilgari Falastin masalasida aytgan va zo'r ta'sir qo'zg'agan 1 minut so'zini eskartib o'tdi. U endi Sharqi Turkiston uchun 1 minut deydigan payt keldi dedi.